bor. Baxt, tinchlik holi. Oddiy sizni 3 ta o'g'il, fazilat o'g'il ko'rib, ana yerda qaysidir qarindoshingiz ham farzand ko'rib qolsa ham xayrli uyg'onib qoladi. Zo'r mashinaning ketini hech qachon ko'z qilmalaring. Jin yurib ishingni bilaring. Anaqa etdi yurganing, betdi yurganing to'g'ri. Ana Dubayga borib chiroyli rasmga tusharsan, ana o'zing biznesni qilib zo'r telefon tutarsan, lekin bunaqa fond qilmagin. O'ta dushmaning bor har doim. Odamni dushmani faqat shayton emas, odamni dushmani odam ham bo'lib qolishi mumkin. Qo'rqmaydi. Uyda go'sht yemasa ham, pirashka yeb bo'lsa ham senga shu amal qilishi mumkin. Odamlar bor shunaqa. Ko'ra olmagan, g'ayr. Hasad shunaqangi narsaki yoki o'zi ichadi, birovning o'limini kutadi. Lekin mana sehrli qilib sonitar qilib daddalasini chiqarib tashlayotgan odamlar bor, jinni bo'lib qolgan bolalar bor, baxti ochilmayotgan qizlar bor. Nimaga? Oilalar buzilib ketyapti. Nimaga?